Assalomu alaykum hammaga. Bugungi navbatdagi grammatik qo'shimchamiz bu man qo'shimchasi ot plus man. Xo'p, bir boshdan ko'rib ketamiz bu grammatik qo'shimchani. Xo'p, man grammatik qo'shimchasi otlardan keyin keladi va faqatgina shunchaki deb tarjima qilinadi. Bu so'z cheklov yoki e'tiborni faqat bitta narsaga qaratish uchun ishlatiladi. O'zbek tilida ham faqat so'zi odatda otdan oldin keladi. Koreys tilida otdan keyin kelar ekan. Gaplarga e'tibor beramiz. Cho man kassoyo. Faqat men bordim. Faqat men borganman deyapti. Mul man mashossoyo. Faqat suv ichdim. Hangogo man kongbuheyo. Faqat koreys tilini o'rganaman, koreys tilini o'rganyapman yoki. Chumare chibeso shvigiman hessoyo. Dam olish kunlari faqat uyda dam oldim. Haksingman trokalsi issoyo bo'lsa, faqat talabalar kira oladi. Ko'ryapmiz qanday faqat degan tarjimani berar ekan. O'zbek tilida e'tibor berayotgan bo'lsalaringiz, faqat so'zi otdan oldin kelyapti, koreys tilida otdan keyin keladi. O'shanday farq qilamiz. Bu grammatik qo'shimcha tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Sog' bo'linglar.